Hello YouTube ahli, sizlar bilan Cybercraft. Ushbu videorolikimizda sizlar bilan birgalikda Minecraftga 3 ta lifehackni sinab ko'ramiz. Albatta, bu videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Biz videomizni boshladik. Do'stlar, nima edi bu? What the fuck? Voy, bu kim qurgan bo'lsa ham bu aniq g'alati ish. Buni yo'qotamiz. Albatta biza TNT va Fire Church bilan portlatib tashlaymiz. Okey, TNT'larni qo'yib chiqamiz. Davay. 1 2 3 portla. Okey, bo'ldi, ketdi endi. Sizlarga bir narsani qurib ko'rsataman. Albatta siz buni ko'rishingiz mumkin. Bo'lmasa go. A few moments later. Xullas, men qurib bo'ldim bolalar va nihoyat. Sizlar maza qilib maroqli qo'shiqni, Jitelni qo'shig'ini eshitib o'tirgan bo'lsanglar, shu videoga like bosinglar va necha kishiga yoqqanini bilib olamiz. Bo'lmasa, o'sha men qurib bo'ldim, buni bitkazdim. U qo'shiqni men bitta tanishimdan, ya'ni jigarimdan oldim. Ya'ni u Telegram kanaliga tashlagan edi. Men uni ko'rib rosa kuldim, ya'ni kulgili bo'lgani uchun, shuning uchun shu videoga qo'ydim. Endi sizlar uni eshitdinglar va sizlarga kattakon rahmat menga shuncha obunachi yig'ib berganinglar uchun do'stlar. 1 2 3 portla bo'ldi do'stlar. Endi esa meni niyatim shu yozgacha 100 ta obunachiga ega bo'lish do'stlar. Kelinglar shuni amalga oshiramiz. Hozir sizlarga toshdan zo'r narsa, zo'r uy qurib beraman do'stlar. Yo, what the? To'xtanglar. Xullas bo'ldi. Video tugamadi hali, endi boshlandi-ku. Endi sizlarga do'stlar bir narsani aytib o'taman. Ya'ni bizga Mendeleyevning elementlar jadvali qo'shilgan, ya'ni Minecraftga qo'shilgan va agar biz natriyni olib TNT ga qo'ysak, bizda underwater TNT, ya'ni suv ostida portlaydigan TNT paydo bo'ladi. Ishonish qiyin, ammo shu rost. Mana qo'limda turibdi. Bu hech qanday modlarsiz qilingan. Albatta sinab ko'rishingiz mumkin. Va buni portlatamiz. 1 2 3 Afsalamni pir qildi. Yaramas. Shuning uchun men unga sovg'a qilaman hozir. Boshqatdan buni bu yoqqa emas edi. Buni xullas 1 2 3 Hoy baliq, qoch o'lasan. Ana o'ldi. Shuning uchun o'ynashmagin TNT bilan, TNT urar portlash bilan deganlaridek, baliq TNT bilan o'ynashdi, TNT o'z portlash bilan urdi. Endi esa underwater torch, ya'ni suv ostida yonadigan torch. Unga esa magniy element kerak va underwater torch paydo bo'ladi. Va solishtirib ko'rishimiz mumkin. Bizdagi oddiy fakel yonmaydi, ammo suv ostida yonadiganni qo'ysak, u suv tagida yonadi. Bunga ishonishingiz qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu rostdan hech qanday modlarsiz.
Do'stlar, ovozimga e'tibor bermaysizlar, sal xarillab qolgan, ammo sizlarga kontent qilishga harakat qilyapman. Okey, bolalar, bo'lmasa birinchi lifehack. O'zinglar ham ko'rdinglar do'stlar. Do'stlar, kanalimga 15% odam obuna bo'lib ko'rmoqda, qolgan 85% esa obuna bo'lmasdan kuzatmoqda. Kelinglar shuni to'g'rilab qo'yaylik. Albatta do'stlar, shu 85 ni kamaytiraylik. Bo'lmasa biz videoga qaytamiz. Mana men kerakli narsalarni olib oldim, endi sekingina videoda ko'rganimizdek qilib boramiz. Birinchisi, qo'yga Jeb ismini qo'ysak, bizda kamera rangga aylanadigan qo'y paydo bo'lar ekanmish. Xo'sh, Jeb pastki chiziqcha tayyor. To'xtanglar, agarda qo'yni o'zini tuxumiga ham ismni qo'ysak bo'ladimi shunda? Qani sinab ko'ramiz. Jeb pastki chiziqcha tayyor. Okey, endi esa wow, Jeb qani go otto qo'yildi do'stlar, qo'yil. Demak, bu yaxshi. Endi bu name tagni sinab ko'ramiz. Qo'y tog'a kelinchi o'xshadi. Yaxshi, demak, bu lifehack birinchisi o'xshadi. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi esa cho'chqaga Technoblade ismini qo'ysak, u mashhur youtuberni tojini olar ekanmish. Qani ko'ramiz. Okey, biladi bo'ldi. Technoblade tayyor. Qani qo'yib ko'ramiz. Mahmudjon, Mahmud. What o'xshamadi. Demak, bu yolg'on. Buni esa tepaga qo'yib ko'ramiz. Endi Crapperga Groom nomini qo'ysak, u oyoq osmondan bo'lib qolar ekanmish. Qani ko'ramiz. O'xshamadi-ku. Okey. Bunga Groom katta harf taqib ko'ramiz. Bratan, bu yoqqa kelinchi. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa. Oyoq osmondan bo'ldi. Demak, bunisi ham o'xshadi. Endi esa Vindicatorga Johnny ismini qo'ysak, u qo'ylarni o'ldirar ekan. Qani sinab ko'ramiz. Johnny tayyor. Birinchi qo'ylardan ko'p qo'yib olamiz. Okey. Johnny boshla ishingni. Otto, o'ldirdi. Demak, bu ham o'xshadi. Endi oxirgisi quyonga Toast nomini qo'ysak, u olabila bo'lib qolar ekan. Okey, davay. O'xshadi. Bu quyon demak o'xshabdi. Okey. Endi esa keyingi lifehackga o'tamiz. Only for Angel in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in the ace. With a bang bang embrace. Mana o'zinglar videoda ko'rib turganlaridek, uni teskari qilib qilishni xuddi o'zi sayilib qolgandek qilanar ekan. Bo'lmasa men kerakli narsalarni olgan holda qurishni boshladim. Buni qo'ydi. Ehtiyot bo'lish kerak, bu portlab ketadi bu. Okey, hop, bo'ldi. Endi esa qilichni o'qitib olamiz. Lapis va bo'ldi. Sharpness. Okey, endi sekingina qilichni bunga qo'yamiz va buni ag'darib chiqamiz. Bu damla, ko'rinmaslik damlamasini irg'itvardim. Qaytadan olamiz. Bo'ldi. Endi esa buni qiyshaytirib chiqamiz, ya'ni aylantirib chiqamiz va o'xshadi do'stlar. Mana bizda tayyor bo'ldi. Bizning lifehackimiz ham o'xshadi. Ya'ni bu lifehackimiz ham o'xshadi. Albatta o'xshaganmi, sizda ham aytib qo'yinglar. Albatta siz ko'rib chiqing. A few moments later. Bu lifehacklarni o'zingiz ham qilib ko'ring va men yana bittasini qildim. Vau! Xuddi o'zi uchib turganda, faqat effektlarni ko'rsatib turmaganda. Albatta do'stlar.
A few moments later. Do'stlar, sizlarga yana bittasini ko'rsataman. Bizga bayroq, bitta yashil rang va bitta qog'oz va bitta kreper rasmi va bitta qalqon va bitta lom blok kerak. Va bu orqali biz qalqonga hech qanday modlarsiz rasm tushira olamiz va craftingga buni egosini qo'ysak tayyor. Bizda rasmli, ya'ni qizil qalqon bor. Bu ham hech qanday modsiz qilingan. Albatta ko'rishingiz mumkin. Bu o'xshadi. Ya'ni buni oldingi videolarda ham ko'rsatganman. Siz buni bilmagan bo'lsangiz bilmaganman deb yozib qo'ying, bilgan bo'lsangiz bilaman deng. Albatta do'stlar, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Videomiz hali tugagani yo'q. Ya'ni bitta narsani bu yerda nima bo'lganini ko'rib chiqamiz endi. Qalqonni moblarga maqtanamiz, creeper tayyor. Basen qurib qo'yibmiz biz bu botlarga. Buni yopib qo'yamiz bu sharsharani. Bularga yaxshilik qilish yo'q. Bular qachongacha bizga xalaqit beradi, ayniqsa mana creeper bot. Yaramas qo'shib. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa. Mahmudjon, Mahmud. Maza qilib yon, yaxshi qol. He he. Yo, voy creeper o'zingni ko'rasanmi? Mana basharang ko'rib ol, qalqonda basharang bor. Shunchaki video tugadi. He he.